O'zbekiston tarixini qo'shayina. Qadrli kuzatuvchilar, bizni Madaniyat va ma'rifat telekanalining doimiy tomoshabinlaridan biri Ishmurod bobomiz bilan birga turibmiz. Ishmurod bobo bizni ko'rsatuvlarni har safar ko'rib, bizga ko'rsatuvlar munosabat bildirib boradi. Hozir boboning fikrlarini olamiz. Bobo qaysi ko'rsatuvlar ko'rib borasiz? Qaysi ko'rsatuvni siz ko'rib borasiz? Asosan shu Madaniyat ma'rifat telekanalida Haq News ko'rsatuvi, She'riyat sayyorasi, Do'stlar davrasida, Do'stlar davrasi ko'rsatuvi. Do'stlar davrasi ko'rsatuvi. Zamondosh ko'rsatuvni ko'raman deb aytdingiz. Doimiy ketadigan ko'rsatuvlarimiz bor. Doim ko'rsatadigan ko'rsatuvlar, spektakllarda ko'rib boraman. Imkon darajasida ko'rsatuvni ko'rib borishga harakat qilaman. O'zbekiston tarixi telekanalida ham o'sha tarix maydoni ko'rsatuvi, moziy manzarasi ko'rsatuvi, millat fidoyilari ko'rsatuvlarini ko'rib boraman. Mahalla kanali ko'rsatuvlarni ko'raman dedingiz. Endi hozir yoshlar televizor ko'rmayapti-da. Mahalla telekanalini ko'rib boraman. Yoshlar telekanalida ham ko'p imkoniyatda ko'rib boraman, qarab. Umuman shu O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi faoliyat olib borayotgan barcha jurnalistlarning ishlariga muvaffaqiyat, sog'lik, salomatlik, muxlislar uchun mazmunli, maroqli hayotlar boshida Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Doim sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Qanday vaqt topyapsiz ko'rsatuvlar ko'rishga? Ko'rsatuvga albatta ertalab ko'raman. Peshindan keyin ko'raman. Kech ko'rsatuvlarda ko'rib boraman. Kech ko'rsatuvlarda imkon darajada. Radiolar ko'proq eshitib boraman, radiolarda ham. Bugun ko'pchilik aytadi, televizor ko'rmaymiz deb maqtanib qo'yadi. Har xil narsalar bosib ketgan dedik, ayollar serialdan o'tmayotganlari bor. Endi ma'naviy ma'rifiy ko'rsatuvlar ham ko'pchilik tomoshabin kerak. Endi Madaniyat ma'rifat telekanalida ko'rsatuvda hammasi ijobiy ko'rsatuvlar. Ijobiy ko'rsatuvlar. Odam ko'rib zavq oladigan, o'rganadigan ko'rsatuvlarda ular bo'lmoqda. Mana ma'rifiy suhbatlar dasturlari borda, ular qarab hamma shuni teglab o'rganib borsa. O'zbekiston telekanalida ham ko'rsatib boradi, nima ma'rifiy suhbatlar dasturini, radio mahallada beradi O'zbekiston radiosida ham berib boradi-da, tushunmoqda. Ishlarda. Ular teglab borsa qani. Xullas kitob o'qish kerak, kitobdan ajralmas kerak. Kitob biz zilol qaynab turgan buloq. Bu zilol. Odam o'qigandan keyin buni zavq oladi. Miyalar tozalanadi, kalplar tozalanadi. Ijodiy ruhi kuchli qiladi odamga-da. Sog' bo'ling. Yetkazib qo'yamiz fikrlaringizni. Butun ijodiy jamoaga rahmat, minnatdorchilik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bo'pti. Rahmat.